Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Ben qarindoshlar Nabijan Ala. Bugün avazlık bir program işlashga to'g'ri keldi. Yaqindan buyon Xitoy tajovuzchilarining muhojirat qarindoshlarimizga mayli WhatsApp to'plarida olsun, mayli undidar yoki boshqa uçur vositalar bilan bevosita telefon qilib, ularni har xil atrofidagi uchurlar bilan ta'minlashga yoki bo'lmasa har xil uchurlarni ular bilan yaqin shaklda orliq ya'ni aloqani uzmaslikni talab qilayotgan ahvollar bo'layotdi. Yana ba'zilar har xil shaklda tahdid yoki salomingni yoki uni buni yetkazma degan shakldagi qarindoshlarimizni psixik shaklda daxl qilish, ro'y zarbiga uchirtish, ro'y bisim shakllantirish qatorliq vositalarni qilyotdi. Turkiyada bunun qarshi mayli Turkiyadagi Xitoy jasuslarının har xil faoliyatlari olsun yoki bo'lmasa ijtimoiy uchur vositalari Facebook, WhatsApplarda har xil pishna fasodga sabab bo'ladigan uchurlarni ko'plab tarqitish, Turkiya hukumati va Turkiya xalqiga dushman qilish, Turkiyadagi tashkilotlarni xalqdan ayirish, xalqni tashkilotlardan ayirish qatorliq bir turkum planlari nihoyatda sistemli qilib beriladi. Şuna biz muhojirat yashayotgan Uyg'ur bo'lishimiz bilan dunyoning nerede dolaylı muşuna o'xshagan kelgan telefonlarga qo'rqmay ularning kamera orqali olsun yoki ovozliq telefon orqali olsun ularning nimani so'rashimiz kerak. Ismini bo'lsa kamera orqali ko'rishib, boshqa telefonlar orqali uni ovoz ilishimiz, suhbat jarayonini bir şekilde davom qilsak nayet yaxşı oldu. Yani bir başka bir telefonlar olamdı, yoki başka ovoz og'ishlar olamdı. Bu orqali ularning ovozini ilib oshkorlab etgandan keyin ikkinchi qatim sizga telefon olmaydi va yoki boshqa shaklda sizga tahdid shakllantirmaydi. Biz qancha qo'rqqan sari, qancha to'lgan sari Xitoy shuncha bizni urib o'ynaydi. Biz qanchalik uningga qarshiligimizni bildirgan sari yoki o'zimizning kuchli imkoniyatimiz yetgan darajada uningga bir ifodamizni bildirgandan keyin u herkes bizni izlemaydi ve bizga çok besim kılanmaydı. Şunun için herkes ularning şartlarına ma'qul bo'lib qoladigan, ularning deginini qilib şekilde hareketlerden yiroq tursak bo'ladi. Tövende men yuqorida men o'zimning bizning qo'limizga kelgan ba'zi ovozlarni, saqchilarning ovozlarini, Xitoy saqchilarininki yo'llab berma, qarindoshlarimizning bundan bir savoq qilib qilishini mushundan qarta biz derhal bir hoşyarlığımızı yanıma yukarı götürüşümüzü talep kılmam, tavsiye kılmam arkadaşlar.
Ən mühimi, mən deyən əlaqə, yenimizdə qalma, mən qatısınız ayna. Amma bizning miyadiklar üçün ən çox töhfə qoşqan bulursunuz. Şuna aş cəhətdə qallığınızı abdal oyluyun. Mən bu doğrusda sizə şöyle qısalaytmay bunu şu oblastqıca aşında sizin ifadənizlə aşındalıqını bildirgili olduqan ispat bilan ben özüm çıqaralaytmay. Bunun da xatircəm bolsun buyurdum. Siz mən degəndə qılsınız, sizin günahınız yengillep eksima unutub qaldırınız. Baldurak sizin aşı məndəşlərinizdən sizin fitkiyə qulaysıq. Acaba aşı işlərdən xatircəm qutlalaydı. Eğer siz o xalqni o'ylab bunday qilsam bilan kimsam pishami, yoqsam pishami deb o'ltirsangiz, endi mening o'zim nima bilmadim, lekin mening o'zim nima aniq. Hozir vaziyat chiqib ketib qoldi. Urug'ni qoldiringizga sizga foydasiz. Hozir men soat 12 yarim bo'ldi. Ben sizga o'tganda degan anaqa yanınızdaki Uyg'ur yo'ldoshini rasm partiya ismini yo'llab turing mana dedim. Aşı so'zingiz kattimi? Yavaşla. Endi siz bir o'qib bitib chiqayotganda janubiy Shinjon tarafda xuddi Qashqar tarafında shu Satınlamachan nimadan davlat chegarasidan o'g'irlik qilib ketgan, mavzular qilib ketgan, shunda bir izdiroksiz yo'qlab ketgan adamlar. Hamda biz mayında o'sha odamning ayindan keyin inoq bilmasa, mayinga xizmatlarimiz qulaylik qilib ketdi. Hamda masalan siz bir o'qib bitib chiqayotganda janubiy Shinjon tarafda xuddi Qashqar tarafında shu Satınlamachan nimadan davlat chegarasidan o'g'irlik qilib ketgan, mavzular qilib ketgan, shunda bir izdiroksiz yo'qlab ketgan adamlar. Hamda biz mayında o'sha odamning ayindan keyin inoq bilmasa, yani gelip hizmetlerimiz kolaylık hep yoktu. Hamda mesela sizin yanınızda yok telefon olsak bunu tapsak bizim inoqlikqa cezbilish degan gap odamlarga. Meni tushunmaysiz aka. Men vatanda turib sizga aqvatıman. Yani bu vatanda turib bugün nerede qanday turib WhatsApp ishlatayotganda qanday gaqatqanimni deb o'ylab ketmang. Aldigatim chiqib shu bir nechalar bilan ko'rishib, qaysi tarafdan qachilab kirganman WhatsAppni. Shu turib gaq qilishim taka. O'zingizcha yaxshimi, salomatmi? Oilangizni yaxshi turatamda. Gaq qilmaysiz-ku aka. Birdan yo'qdingizmi? Gaq qiling akadan para olishimizda. Yurtning salomlarini yetkazman sizga. Urug' tuqqanlarning salomlarini yetkazman. Endi mendan cho'ng bo'lgandan keyin akidapli boshlayman, gaplarni cho'ngni hurmatlaymiz, kichikni izzatlaymiz aka. Men ismim dapadim, ismim Ahtam. Vatanda turib sizga gap qilyapman. Aldigatim chiqqan chig'imda ep kirganman nomerni. Nomeringizni mashada biraylan deb turibdi. Shuni yezib kirdim. Shuni men kelgandan keyin siz bilan paranglashyotiman. Aldin qatimga qilsam yo'qab ketdingiz. Hozir shuni qolsam bakansiz turdi. Shuni gap qilishim. Shuni bir avvalshay paranglashay deb gap qildim. Xato gap qilmadim aka. Alay, telefonda bekni ochdingmi? Turkiyaning nomeriga WhatsApp bilan bekni ochlab ketdingmi o'zingcha? Alay, telefonda o'zim tanishtirib qo'ygandim sana kimligimni. Anan kendi to'lolmamamsa. Bek nochdingmi? Bek
Başkalarını tanağızını tatıp gidip barıttın bu tılpında. Ola tılpını gel kılımız ha. Bir noçluğunu bir göster bana. Ben bir köresin o noçluğunu. Xitay sen kaç pul verip atı da. Pulgu bek işlep gidip baramsa. Sen de günün oğullarını Xitay sondan kısılıp köydürüp gidiyordu da bu. Xitay'ı münafıklık kılıp nemi taptın? Xalıqını setip nemi taptın? Ödem bulmaydıgan günün oğulları. Yürügünü toğırap güzengi tütüydü mü günün oğlusu mesela da ki. Ballık tılpını urup bakar kene. Noç olsan ma oraya tılpının ne? Ben bir köresin onun noçluğun ne? Alayım mı tılpının kameranı açayım mı noç olsan? Getik bakar bana. Noçağına ikileyim ama noçkaya mı o? Mağın noçkaya dep noçağına ikileyim ben bir körüşte. Sen günün noçları bile. Xitay kuyuğu dep koy tacavuzçılığa. Sen podakçılık kılıvatkan kuyuğuna. Jürgünü tabi etme kuyunun hamısının. Mesela dep koyay. Sen koy, sen okşa işlevatkan kuyunun hamısının boyunu kesip kuluğu tutkuzup koyuyor hemen. Sana dep koy. Daşlığa. Müşteddedi de bir noçu var ki edep. Köresin noçusu ben bile. Benim WhatsApp'ım muşu. Telefon numaramın muşu. Sen de milletini setip kıyılavatkan, milletine popanlık kılavatkan, Xitay'nın jündüsünü işlevatkan kuyruğu deseydi mi mesela da benim oğulları? Tülpün urup bakar ne? Noçu olsan, oraya noçu olsan.